Shuningdek, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari tizimi orqali minglab yoshlar o'z biznes g'oyalarini amaliyotga tatbiq etish imkoniga ega bo'lishmoqda. Ayniqsa, agrar, IT va xizmat ko'rsatish sohalarida yoshlar ishtiroki ortib bormoqda. Har bitta tumanlarda faoliyati yo'lga qo'yilgan IT parklar yoshlarga yanada ko'p imkoniyatlar eshigini ochayotganligi ayni haqiqat. Bugungi kunda IT kompaniyamizda 7 ta yoshlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Bular asosan IT yo'nalishi bo'yicha, sun'iy intellekt, mobil dasturlar bo'yicha faoliyatini olib boryapti. Bu yoshlarimiz hozirgi kunda kundalik daromadi yoki oylikka har xil hisoblanadi. O'zlarini kundalik daromad deganda onlayn platformalar bor. Upwork shunga o'xshagan freelance platformalarda kundalik $100 pul topsa bo'ladi. Oylikka keladigan bo'lsa, bizning IT kompaniyada $400-500 oylik bilan ta'minlaganmiz. Bu hali oddiy maktab o'quvchisi topadigan daromadi. Hozirgi kunda tumanimiz IT parkida Al-Xorazmiy varislar loyihasi doirasida 300 ga yaqin bola tahsil oladi. Shularning ichidan saralar saviyasi balandlarni o'zimizning IT kompaniyalariga jalb qilyapmiz. Ish bilan ta'minlayapmiz. Bundan tashqari, Gullan IT parkimizda boshqa kurslar ham mavjud. Kiber xavfsizlik, front-end, back-end, mobil grafik dizayn kurslari mavjud va o'quvchilar o'sha kurslar bo'yicha tahsil olishyapti. Kuni kecha muhtaram prezidentimizning selektorlarida sun'iy intellekt bo'yicha katta e'tibor qaratildi. Biz ham o'sha soha bo'yicha ko'proq tajriba orttirib, bizni ishlab chiqarish IT kompaniyalarimiz hammasi o'sha sun'iy intellekt bo'yicha integratsiya qilib, dasturlarni sun'iy intellekt bilan birlashtirish maqsadimiz hozirda. Bugungi yoshlar uchun IT faqat qiziqish emas, balki kelajak kasbiga aylanmoqda. Dasturlash, robototexnika, sun'iy intellekt va kiber xavfsizlik yo'nalishlarida yoshlarning qiziqishi tobora ortyapti. Davlatimiz esa bu qiziqishni amaliy natijaga aylantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Yana bir yangilik, endilikda 1 million o'zbek dasturchisi loyihasining mantiqiy davomi sifatida 1 million sun'iy intellekt yetakchisi loyihasi ham boshlanadi. Bu yil 100 ming, kelasi yil bo'lsa kamida 500 ming yoshlar mana shu sohalarga o'qitiladi. Lekin allaqachon yoshlarga berilayotgan bilimlar o'zini oqlab, ular o'z-o'zini daromadga olib chiqishlariga xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan har bitta tumanda shu IT park ochildi. Men o'zim shu IT parkda o'qib chiqib, hozir daromadga chiqdim. Men hozirda kafe, restoranlar uchun dastur yaratdim. Hozirda do'konlar uchun kirdi chiqdi dasturlarni yaratyapmiz. Uni foydali afzal taraflari shu hisobotlarni ko'rib turadi. Har bitta tovarlar, mahsulotlarni kirdi chiqdi hammasini ko'rib nazoratga oladi boshqaruv panelida. Kassada pul qancha bor, hammasini ko'rib turish uchun adminlari pul qayerga ketgan hamma regrovkalarni ko'rib turish uchun bu dastur yaratildi. Ishlab turibdi, sotuvda mavjud. Men o'quvchi bo'lishimga qaramasdan hozir daromadga egaman. Shu bo'sh vaqtlarim kelib ishlayman. Bilimlarimni ham oshirib boraman. Kelajakdagi maqsad shu yaxshi dasturchi bo'lib, xalqimizga foydasi tegadigan dasturlar yaratib, shu O'zbekistonning rivojlanishiga hissa qo'shish.